Videoni oxirigacha ko'rsanglar, 1 minutda mana sizlarga grafika tutorni o'rgatib qo'yaman. Like, podpiska bosib, u butanichilarga tarqatib qo'ysanglar, ular ham o'rganib olardi. Oldin ham grafika tutor bir marta video chiqargandim, bu boshqacha tutor. Unga o'xshash emas. Короче, CapCutga kirib olamiz. Mana bu yerda nastroy degan narsa bor. Shuni ustiga bossanglar, yarkisni, короче, minus 10-15 qilsanglar yaxshi. Men 10-11 qilaman shunaqa. Kontrastni, короче, +5, nasish +10-15 normalniy. Частота svetani shunday -5 qilib qo'ysanglar ham yaxshi, +5 qilib qo'ysanglar ham farqi yo'q. Rezkisni lekin 100 qilish kerak. Chotkisni shu 30-40 atrofida qilasizlar. Так, лучшие моментini примерно 10 qilasizlar. Примерно 17 shunaqa atrofida qilsanglar, zaynab chotki bo'ladi, okalar. Так, bu yerda nima bor? Temperaturani -5. Vinyetkani, короче, 15 qilsanglar chotkiroq bo'ladi. Короче, shu videoni like, podpiska bosib, odamlarga tarqatib qo'yamiz, jigarlar. Давайте. И plus men sizlarga yana bitta lifehack o'rgatib ketaman. Videoni internetda emas, Wi-Fi da qo'ysanglar, kachestasi zo'rroq bo'ladi, lekin men bu videoni ko'chada bo'lganim uchun internetda qo'yibman, kachestasi ozgina xira. No atak bu narsaga e'tibor bermaysizlar.